Assalomu alaykum barchaga. Oyoq kiyimni oqartiramiz 1 daqiqada do'stlarim. Uning uchun Flodan mana shunaqa narsa oldim men. Siz ham buni oling. Juda ham zo'r narsa ekan, menga yoqdi. Oyoq kiyimingizni oppoq qilib qo'yadi. Bu oyoq kiyimni men 1 yildan beri kiyaman. Lekin biron joyga ketsam, mana shuni sepamanda yaxshilab shotkalab chiqsangiz oppoqqina bo'lib yaltillab qoladi oyoq kiyimingiz. Xuddi yangi oyoq kiyimdek. Undan keyin uni gubka bilan yaxshilab artib chiqasiz mana. Tayyor bo'ldi. Oyoq kiyimim juda ham chiroyli bo'ldi. Undan keyin o'sha Floni o'zida do'stlarim nima bor? Dezodorant bor. U dezodorantdan albatta har bitta odam, qiz bolami, ayolmi farqi yo'q, olib qo'yish kerak. Mana shundan. Buni sepsangiz oyoq kiyimingizdan chiroyli yaxshi hid kelib turadi. Sepib qo'yasiz mana. Undan keyin bu oyoq kiyimingizni quyoshga qo'yib quritib qo'yasiz. Bu oyoq kiyimni men har kun ertalab yurishga chiqqanda kiyib chiqaman. Shuning uchun bu narsalar menga juda ham muhim. Mana quyoshda quriydi. Ertalab Xudo xohlasa yurishga chiqqanda kiyib chiqib ketaman. Mendan sizga kichkinagina maslahat shu narsalar. Sog' salomat bo'lasiz. Keyingi videolarni ko'rishguncha Allohimga omonatsiz.